Assalomu alaykum aka-ukalar. Hammalarga xayrli kun. Issiqlarda qiynalmasdan parvozlar. Aka-ukalar ko'pchilik zotga makon so'radi. Xudo xolasa hozir mana bitta ko'rsatamiz imkoniyat darajasida. Bilsanglar 3 xillik o'sha toza 100 talik Vyetnamimiz bor edi. Aslida o'shani qizlari aprelda boshida chiqqan, ancha tovuqcha bo'lib qolgan. Xudo xolasa zot qilaman degan odam aloqaga chiqaverasizlar. Ota-onalari har taraflama xudo xolasa nima deydi, qo'yib beriladi. Misol otasini ham, onasini ham ko'rsatiladi. Haqiqiy o'sha nima deydi, davrada yurgan 5 ta 6 ta yutug'i bor. Ikkala tarafi ham xudo xolasa nima deydi, muammosiz. Hozir bitta ko'rsatamiz. Mana bular ikkitani maza qilib yotishibdi. Ancha katta bo'lib qolgan. Bulardan 10 ta qorasi bitta mana onasi qo'shib jigarang chiqqani bor. Hozir otasini ham, ota-onasini ham qo'yib boraman. Ko'rib, keyin aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa dastavkalarni kelishib, puli to'g'ri kelsa qilib beriladi. Mana aka-ukalar, o'sha Vyetnamimiz 5 kilo 200 jo'jaligida 4 kilo 700 urishgan, 2 tulay bo'ldi. Mana makon. Hozir mana 2 tulay bo'ldi. Mana oyog'idagi pixlar ham o'sha haqiqiy qo'shpiq, shu 3 tadan. Haqiqiy toza. Buni svejiy holatda yurgan holatlari ham bor, videolar. Kimga kerak bo'lsa tashab beriladi. Haqiqiy xo'roz. Yaxshi davrada yaxshi pullardan urishgan, o'sha 5 ta 6 ta zo'r pullardan o'zimning qo'limda yutgan. Bu sotilmaydi aka-ukalar, tomoshaga. O'sha o'lguncha bolasini olamiz.